Qaysi yoshdan boshlab yurak tekshiruvini o'tkazishimiz kerak? Agar sizda yurak tomonidan hech qanday shikoyatlar bo'lmasa ham yurak tekshiruvini o'tkazib turish kerak bo'ladi. Ayrim holatlarda yurak kasalliklari hech qanday simptomlarsiz ham kechishi mumkin. Ko'p holatlarda biz so'raymiz, miokard infarkt bo'lgan bemorlardan shu paytgacha hech qanaqa ularda shikoyatlar bo'lmagan, bezovtalik bo'lmagan. Bu holat ularda birinchi marta kuzatilayotganini aytishadi. Lekin aslida bu holatga olib kelayotgan jarayonlar yillar davomida davom etgan. Ma'lum tekshiruvdan o'tishmagan, shu sababli bu holatni bilishmagan. Agar yosh bemorlarimizda yosh 40 yoshdan oshgan bo'lsa, albatta yurak tekshiruvlarini o'tkazishlari kerak bo'ladi. Agar bemorlarda xavf omillari mavjud bo'lsa, ya'ni qandli diabet bo'lsa yoki bemorlar chekuvchilar bo'lsa yoki nasliy xavf omillari bo'lsa, ya'ni agar otada 55 yoshda erta yoshda infarkt kuzatilgan bo'lsa yoki onada 65 yoshdan erta yoshda infarkt yoki yurak qon tomir kasallari kuzatilgan bo'lsa, bemorlar albatta tekshiruvdan o'tishi kerak bo'ladi. Bular xavf guruhiga kiradigan bemorlar. Bu narsa albatta yurak kasalliklarini oldindan aniqlashimizga hamda noxush holatlarni oldini olishimizga bizga yordamchi bo'ladi. O'z sog'lig'ingizni Neomed Cardio klinikasi vrachlariga ishonib topshirishingiz mumkin. Unutmang, sog'lom yurak bu baxtli hayot garovidir.